Akalar qaranglar, mana bu turpoqlari bo'ladi, tomlar turpoqni sirasi pastga tushirish kerak. Sababi bu turpoqlar vaqt o'tgandan keyin patologiyasi orasiga tushadi, ya'ni mana endi titilib ketadi. Hattoki sichqon kalamishlar patologiyasi orasida yurib dupur qilib zeriktiradi. Endi buni turpoqni sirasi tushiringlar yoki noldan uyqulaydigan bo'lsalar, rastalarni shunday qo'yib beringlar, bo'ldi. O'zbekistonda yangilik bo'lgan narsani ko'rsatish uchun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga kelganmiz. Akalarimiz sizga mana bunday pina beton xizmatlarini qidiryapti akalar. Bu nimasi zo'r desalaring, uyingizni rasta holatida shunday topshirgan bo'lsalaring, o'zlarini maxsus izospal degan material bo'lar ekan. Mana bu joyda ko'rsatib turamiz. Bu material o'sha havoni o'tkazadigan material hisoblanadi. Hech qanday yog'ochlaringni chiritib olmaydi do'stlar. Mana bunday materiallar bilan yozib, ustidan quyib berar ekan. Qalinliklari 5 sm dan 7 sm gacha bo'lsa, Xudo xolasa narxlarni tanishtirib beramiz. 5 sm 7 sm standart razmer bo'lar ekan. Bundan qalin desalarga quyib berish olar ekan, faqat narxlar o'zgarib qolar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, like deb bosib bu videomizni tanishib bilishlaringizga tarqatib qo'yasizlar. Biz sizlarga hamma to'la ma'lumotlar beramiz ustakamizning birgalikda. Assalomu alaykum. Yaxshisiz aka, siz charchamaysizmi? Qo'llar dard ko'rmasin aka, juda ham zo'r yengilliksiz. Oldinlari 5-6 ta odamlar, sinfdoshlar mahalla bitta bo'lib va hashar qilardi. Xudo xolasa yangilik bo'libdi. Xo'p, uyda egasi sizga shunday qisqa qonni topshirsa bo'ldimi shunday? Bizga endi mijozlarimiz shunday yangi noldan bo'ladigan bo'lsa, vasa qo'qilgan holatda berishadi. O'zimizning maxsus izospallarimiz bor, ularni solib, o'zimiz kelishilgan holatda, kelishgan razmerda, balandlikda quyib beriladi bu narsa. Bu narsaning yaxshilik tomonlari bu bunaqa hozir bu yerda biz loy lombozning ustiga quyapmiz. Negaki sichqon nimalar ko'payib ketdi deyapti. Endi ataplenni qilgan ekan uyini issiq ushlash maqsadida qilinyapti bu narsa. Xudo xolasa shu loy lombozlar ustidan quyib beraveramiz mijozni talabiga qarab. Aka, endi bitta quyishni ko'rsataylik. Videoning davomida sizlarga narxlari bilan razmerlarini tanishtirib olamiz. Aka, bitta ishlatinglar, obunachilarimiz bitta qiziq. Xo'p. Standart razmerlarni aytdik, 5 sm dan 7 sm gacha bo'lar ekan, ya'ni qalinliklari. Agar cho'ntagingiz zo'r ko'tarilsa, o'sha narxlarni masalan qo'shib berish mumkin ekan. Mana ketdi. Mana qo'lga topiylar. Og'ini havo o'tasa bo'lsa, ozroq havo o'tadi. Mana kuyilyapti. Bu sovuq aka, isitmasa bu? Yo'q. Sovuq emas. Qaranglar aka. Agar mana shu loylombaz bo'lmaganda hozir rastangizni o'sha izospalni yozib qo'yamizda, kuylaydigan bo'ladi. Mana shu holatda ketyapti. Xo'p, Xudo xolasa buni qulayliklari ko'p. aka, qanday bilasiz bu 7 sm gacha bo'lganini? Ko'z o'zi urgan qo'yganmi? Turmendan qo'yib olib ketamiz bizlar. Bir xilda shu yo'lga chiqarib olib, keyin tekizlab shunlarni chiqarib beramiz o'zida. Necha minutda tugaydi hozir mana shu kuyishi? Bunimiz endi aka 10 minut 15 minutda quyilib bilan tugaydi. Buni qulayligi ne mijozlarimizga, xalqimizga bir kun 2 kunda 3-4 kvadratli joylarida quyib bitirib beramiz. Ochishda bunaqasi ham bo'lmaydi, ko'pchilik rasxod bo'lmaydi o'zida. Bir yarim kunda bitadi. Aka, apparatni o'chirib tursinmi? Maylimi? Men uni keyingi davomida tushuntirib o'tiraman. Xo'p, do'stlar, kadrda ozgina pauza qilib oldik. Mana quyib olindi. Sababi shovqin bo'lib ketmasin dedik. Do'stlar, mana quyildi. Aka, bir kunda necha kvadrat quyib beraveramiz? Aka, bir kunda xudo xolasa 150, 200, 250 kvadratlargacha quyilaveradi bu. Ob'yomga qarab. Ob'yomga qarab. Xo'p, mana materialni aytdik aka. Buni yozishdan sabab o'sha yog'ochlarni havo yaxshi o'tkazib berish uchun endi chirib ketmasin. Bu narsalar aka endi izospal havo o'tkazuvchi, o'zi maxsus shu narsalarga chiqarilgan. Shular uchun ishlab chiqarilgan. To'sirlar tagidagi nimalar chirilmaydi. Bu havo o'tkazadi o'z nimasi bilan. Shunaqa xususiyatlari bor. Haligi to'sirlar chirib ketadi, u buni negativ olishi mumkin. Yo'q, xudo xolasa bu narsa biz misoldan mahallada bir akaxonlarimiz qilgan 3 yildan beri qilishyapti. Bu narsa hali bir shunaqa bo'lgan yo'q, odamlarga noqulaylik keltirgan. Odamga zarari bormi deydiganlar uchun ustakangiz o'zi mana ustida yurib ko'rsatib beryapti. Hech qanday zarari yo'q. Buni zo'r tomoni do'stlar, mana oddiy turpoqlarimiz, ya'ni loylombozlarimiz patolog orasiga tushardi. Shaxsan o'zimning uyimda ham shunaqa. Sichqon kalamishlar patolog orasida yuradi, dupur ovoz berib turadi. Endi xudo xolasa men ham o'sha turpoqni og'izda shundan qildirmoqchiman. Menga ham juda ma'qul keldi. Necha kunda quriydi aka bu? Xudo xolasa bular quyganimizdan keyin 5-6 kun davomida qatishga xususiyati bor bularning. 5-6 kunda to'liq qati bo'ladi. Bir hafta davomida to'liq qati bo'ladi. O'sha uyda egasi tomini vassa holatda topshirsa, mana material ham o'zlaringdan. O'zimizdan hamma mahsulotlarimiz o'zimizdan. Bizga vassa qoqilgan holatda bersa, o'zimizning material, bunga sement, pena,
Ichida shunday narsalar narsalar bor. bor. Hmm. Shunday mahsulotlar qo'shiladi. Vaqt o'tib yorilib olib ketmaydimi? Yo'q, yorilish yo'q, xudo xohlasa yorilish. Sichqonkalamishlar Yo'q, yo'q, do'stlar, unaqa narsalar garantiyalik beramiz, xudo xohlasa. asosiy sichqonkalamishlar kirolmaydi. Beton bo'lib qotib ketadi. Bu o'z nomi bilan pena beton ko'ryapsizlar. Qalinligi 7 santimetrgacha bo'lsa 45 ming dedik. 45 mingdan Agar 7-8 men- santimetrga 45 ming, undan uyog'iga sal qo'shiladi. Agar menga qalinroq qilib bering, yana ham zo'r bo'ladi desa, narx qo'shiladi, qilib qo'shiladi, kelishgan holatda qilib berilaveradi buni. Xo'p, uydagisi nima beryapti? Svet beryapti. Svet bizga endi asosiy suv, svet, shu yotoq joy, yotib qoladigan yotoq joy, obedga jirmaqsa bo'ldi. Qolgan hamma mahsulotlar o'zimizdan, sement, xum, hamma yo'lda o'zimiz olib borib qilib beramiz. Xizmatlar O'zbekistoncha bir xil. O'zbekiston bo'ylab Mencha bir xil bas. xil. Boshda aytdim, vodi voha tomonga narx qo'shiladi. Sababi materiallar qo'shilmaydi, to'g'ri tushunasizlar. Yo'l kira xizmatlari bor. Texnikada boriladi, yo'l kirasi qo'shilib qoladi. U telefon orqali gaplashilaveradi. kelishilgan holatda qilib berilaveradi respublika bo'ylab. Masalan, men xonadonim sizga ish chaqirmoqchi bo'lsam sizga, masalan, 100 kvadratli xonadonim bor. Siz borib qilishingiz uchun oldindan pul beriladimi yo qilib Yo'q, bizda boriladi, dogovor qilinadi, bo'ldi, ishni boshlaymiz. Ish bitgandan keyin ishga qarab ham beraveradi bizga. Ana akalar, imkoniyati zo'ri. Zo'ri shu. Oldindan bir so'm pul bermaysizlar, zakaz qiladigan bo'lsalar, akalarimiz borishar ekan, tomingizni ko'radi, o'lchaladi, hisob-kitob qilinadi. Bitta ishda bitirgandan keyin pul sanaverasizlar ekan. Oldindan zakaz olmaydi, faqat ishonch bo'lsa bo'ldi. Ishonch bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa, yolg'on aralashmasa zo'r ketaveradi. Biz bu lo'ylonbaz yomonlamoqchi emasmiz. Endi ota bobomiz davrida shu narsa bo'lgan. Endi ba'zi zamon rivojlanyapti, yangiliklar, bunday narsalar bo'lyapti. Xudo xolasa, O'zbekistonda yangiliklar bemalol ayta olamiz, ko'ryapsizlar. Asosiysi ortiqcha yugur bo'lmaydi sizdan. O'sha tomingizni topishning bo'ldi. Xudo xolasa qilib beradi. Aka, yana nima savollar qolib ketyapti? Bu endi yana bir nimasi, loylombozdan 3 barobar, 4 barobar yengil bo'ladi. Ha, bitta, to'g'ri. Yengilligi nima yutaman desa, masalan, lo'ylonbaz qiladigan bo'lsa, katta to'sinlar tashlanadi, to'g'rimi? Og'ir yog'ochlarni, yog'in qalin to'sinlar tashlanadi, ya'ni loyni ko'tarish uchun. Bundan yuqqa o'sha vassallarni tashsa ko'taraveradi, chunki vesi umuman yengil. Yengil holatda bo'ladi. Lo'ylonbozdan 3 barobar yengil bo'ladi. Xudo xolasa, bu tarkibini aytdik nimaligini, zakaz qilsalaring bemalol bo'laveradi. Telegramimiz bormi? Telegram, WhatsApp hammasi bor. Masalan, qilgan ishlar rasmlar bo'lsa tashlab beraveramiz. Tashlab beraveramiz, xudo xolasa. Musofirdan turib zakaz qilsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Telegramdan yozinglar do'stlar. Musofirdan turib zakaz qilinglar. To'lovlari ham karta, paymer nimalar orqali o'tkazilaveradi musofirlar uchun. Aka, nima uchun lo'ylonbaz, masalan, lo'ylonbazni olib tashlamayapsizlar, ustidan quyib yuboryapsizlar, bo'laveradi. Endi olib tashlasa ham bo'ladi. Olib tashlasa hozir oshiqcha rasxod, negaki bu bitgan uylar. Bitgan uylar esa pastida remont hamma yo'q bitgan. Turpoq tushishi mumkin. Buni o'z oz miqdorda suv oqadi, shuning uchun biz olmayapmiz. Turpoq shimaveradi, qoladi. Bunga hozir material tashlamashlaringning sababi o'sha turpoq shimaveradi. Shimaveradi. Buni tashlasak ham bo'ladi. Uyda egasi bizga shart bastib shunday dedi. Zo'r. Juda ham zo'r akalar, mana lo'ylonbaz ustidan bostirib boryapti. Baribir turpoq tushishi mumkin deydi-da, mana hozir ustidan bosyapsan, turpoq tushadi deydi, tushmaydi. To'g'ri tushunasizlar. Sababi beton bo'lib qatib qoladi, odam yuradi, yurganda qimillamaganda hisobiga pastga umuman tushmaydi. Xudo xolasa, kerakli ma'lumotlar berdik aka. Xudo xolasa. Aka, men berolmagan savollar qolib ketgan bo'lsa, telefon nomerni qo'yib qo'yaman ekran tagiga. Telegramda yozish mumkin yoki murojaat qilaverasizlar bemalol. Ma'murjon o'z kanalidan chiqqanlarga anchagina yengillik bonuslari bo'ladi. Hamma videolarda aytamiz. Xudo xolasa rozichilik bilan bo'ladi. Mana shu manzilimiz qayerda aytib qo'ying. Qo'shtepa tumani Barot mahalla fuqarolar yig'inida. Xonadonimiz. Akalar, aloqa chiqaringlar. Ma'murjon o'z kanalidan chiqqanlarga bonuslarni bo'ladi. Eng zo'r tomoni hech narsaga ovora bo'lmaysiz. Tomingizni topshiring, kelishilgan summani qilib berishadi. Ancha yil xizmat qiladi. Laykda yamaymiz. Bu videomizda uy qurgan do'stlaringiz yuborib qo'yinglar. Ya'ni tom qilmoqchi bo'lgan do'stlar yuborib qo'yinglar. Laykda yamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.